Esingizda bo'lsa, sizlar bilan menga shayda ishib bergan advent kalendar raspakovkasini qilyapti. 12-sida to'xtab qolgandim. Shu bilan vaqt bo'lmadi. Har kuni muhammadali bilan vaqtimiz ketyapti. Bunga qarab kayfiyatim ko'tarilib, ochib kelmay yurdim. Bugun men nihoyat qolganini ham ochib, sizlarga ko'rsatmoqchiman. Biz 12-sida to'xtagandik, hozir bilan 10-chi ochamiz. 1-sida ko'pchilik qanaqa sabringiz yetadi deydi. Men ko'rib tursam ham kayfiyatim ko'tariladi. Ko'zga krem ekan. Korobkasini o'zim yaxshi ko'radigan polkalarni qo'yib qo'ymoqchiman. Chunki o'rtog'imdan bu menga esdalik. 14-sida bizada menimcha bu tush bo'lsa kerak. Men tushlarni sirazi ochmayman, o'chingiz bilan ochaman, sababi ichib qoladi deb o'ylayman. Meni eng sevgan shaharim rasmi Parij Eyfel rasmi bor ekan. Eyfelni ichida bizada bekor emasga men eng yaxshi ko'rgan, Lancome'dan eng yaxshi ko'rgan parfyumim body losyoni. Bundan o'zim ham ishlataman. Shu yaqin o'rtada turibdi, juda ham hidli. Обязательно bitta hidlab ko'raylik, bitiraylik deb qo'ysangiz shunaqa hid emas. Endi bu esa 16-si. 16-sida bizada parfyum Lancome eng shirin parfyum. 17-si. Vau! Menga hozir eng kerakli narsa ekan, qaranglar, yoryapti hozir. 18 marta. 18-sida bizada mana bu parfyum va bu meni yaxshi ko'rgan parfyum. Bularni kichkina parfyumlarni ko'pchilik nima qilasiz deb so'raydi. Chet elga chiqqanda olib ketaman. Sumkalarga solishga udobno. 19-sida bizada yo'q, men yaxshi ko'rgan parfyum bu ekan. Eng yaxshi ko'rgan parfyum. Bu safar ichi boshqa chiqdi. Endi 20-si. Yaxshi ko'rgan narsalarimdan bittasi nima bo'ladi? Конечно же. Vau, rangini qaranglar, chiroyliligi. Eng yaxshi ko'rgan svecham bo'ldi endi mana. Svecha ekan, rangi вообще chiroyli ekan. Bugun shu svechalarni yoqdim. 21-sida. Mana ekan qizlarim qarang. Bilan Lancome dizaynlari o'sha o'zgarib ketgan qarang. 22-sida bizada pomada. Bu pomadadan menda bor, bu katta razmerda. Vau, rangi вообще удобный, zo'r. 23-si mana bu yerda. Bu menimcha kipriklarni kattalashtirib, ob'yom beradigan booster. To'qarga qo'shqa. 24-si. Ko'targin qaranglar. Chiroyli. 24-sida. Vau. Kattagina parfyum edi. Ishonasizmi, bir marta ham ochib qaraganim yo'q edi. Ichida nima borligini. Hidroshi zo'r ekan, bu menimcha yangi parfyum Lancome. Men oldin hech ham bilmaganman. Shunaqa qilib bizada advent kalendari 24 ta kurtkasini ochdik. Upakovkasidan tortib ichidagi har bitta produktlar menga juda ham yoqdi va 2 marta yo'q. Vashi birodarlar xursand bo'lgan. Shunchaki kattakon rahmat. Endi buni shkafchimga chiroyli qilib qo'yaman, chunki ichishni o'zi ham отдельный вид. Sog'lik.